Sizni bizga bir taqtuqqa chaqchaq qilib bering desak, bugungi o'sha programma va o'sha naq maydondagi azizlarimizni keltirib bir jo'ylab boqamsiz. Men endi qara. Manda tabiiy holat o'tirib jo'ylab boqmabdi ekanman. Endi shunda bo'lsa men degan endi buni. Ammo uni deganda bir tal sarangga kirib bersangiz yetadi. Faqa chaqmaq bir narsa bizim uyda bam sarangini o'zimiz bir tal sarang yetadi desam, men u jigdasılışmayman mesela. Deganda bir artiga o'tirib kelsangiz bo'laverdi-ku. Cho'qim siz diyetiga o'tirib kelingіз deb biz sizga bir mas'ul qo'ymagandik ekan. Desem işte 3 ay egilgan ahvol var ekan, buning hamda diagnoz ashna chiqibdi, qanday qilamiz? Deydi, unda esa bir parcha rasmingizni nay chiroyli holatda musaviylik tushib akab berang. Onun kendi yetmagan yerga biz ana kendi yana bir xalta un, mayni apirib bersak, onun kendi o'zigidan pishirgan narsa emasmi tavuz degan. Odatda siz bu oilada mana shunday yumoristlikmi? O'ydikilar kunakmi buningga? Ailda hamda qiziqchilik qilib, uydagilar kunak hamda. Mesela men bir necha qitim dedim, mesela qizlarim kichik vaqtlarda kichik bolalar degan ancha-muncha hapsini xap qilib qoldi ahvolda bo'ldi kichiklikdan. Men aytganda uydan chiqib ketib kechdi kirman. Kirsam sal xap qilgan kunlar bo'lib qolsa, apsima so'zlaydi-da endi. Sizmi dad so'g'andan keyin malaga gaqimamsiz. Mallaga qilamdim bu ishni menga anda qilib. Deganda keyin bizning uyda 3 qiz men yolg'iz o'g'alchi. Şöyle kızım ayakla, apsım ayakla takızıp, kızımın çok kızım 8'ge, küçük kızım 3 yaş kirgen vakları. Şunu olan çıkışını otakızıp, hey, bu işken nimi yoğançılar, nimi apağını hap kılsılar, ha? Kasonun aldı bilen tunuşkunu emdi 8 yıl, keyni bilen tunuşkunu emdi teki 3 yıl oldu, apağın bilen tunuşkunu bizge 15 yıl oldu, apağın tunuyla vaktim bir sene tunumaydım da ben. Nasıl tunumaydım sen ben? Degende siz ibarlarni shikuna qarab o'tirib ketadi, qizlarimni imdat qildi dadam dedi.